Bu birinchisi emas ekan. Har lekin nima bo'lgan o'zi aka? Alayski bozorda arava tortaman. Kun issiq vaqti Anhor bo'yiga cho'milishga borganimizda, cho'milayotgan vaqtimiz oyog'imga bir nimadir kelib urildi. Suvni tagida. Suvni tagida kelib shunday qutqarganimni bilaman. Bola eganda yordam berib chetga chiqarib, o'ziga keltirib zo'rg'a nafas olgandan keyin rahmat aytib minnatdor qoldi. Asli bilsam, o'yim Qashqadaryo Qamash qishloqdan ekan. Ya subhanalloh. Ba'zi bir negativlar. O'sha paytda agar Abdurahmon Fazilov siz oldingizda bo'lganda borki, voshimizga qolgan bo'lardi. Endi taqdir aka, taqdir. Qarang, bu yoqqa olib keling. Xayrli aka, sizga telefoningizni ko'rsating-da menga. Chexolni olsam bilinadi telefonligi lekin pachag'i chiqyapti telefon. Aka, ko'rsating, yashirib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Mana sizga aka bitta yangi telefon. Xo'p. Undan zo'ri bor. Xo'p. Aka, menga nima degandingiz? Xudo xolasa uy qurib remont qilaman deganmidingiz? Uylarni remont qilishim kerak. Umraga olib boraman ota-onamni dedingiz, umra yo'llanmasini oldingiz. Oldim aka, oldim akajon. Mana bu Dusel kompaniyasidan Xudo xolasa uy qurasiz-ku. Xo'p. Mana hatto hozirgi uyingiz bo'lsa ham, xo'p. Polni elektrika, Duselning eng zamonaviy lampochkalari, включательlari, relelari hammasi ichida 5 etajli uy qurasizmi? 10 etajli uy qurasizmi? O'zi ikki xona uyim. Kattarog'iga qurganingizda mana shu Duseldan sizga mutlaqo bepul polni uyingizni jihozlab berishadi. Kelishdikmi? Kelishdik aka, rahmat. Agar akani voqealari yoqqan bo'lsa, Yurechani qizartirib qo'ying. Abdurahmon Fazilov faqatgina yaxshilarni ravo ko'radi. Lekin hozir yana bitta voqeasi bor, uni keyingi reelsda ko'rasizlar.